Endi shu va boshqa xabarlar haqida batafsilroq. Andijon shahrida mahalliy kengashlarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni kuchaytirishiga qaratilgan seminar o'tkazildi. Axborot xizmatlari va mahalliy kengashlarning mutaxassislari ishtirok etgan tadbirda murojaatlarga tezkor javob berish, qarorlarni keng jamoatchilikka sodda tilda yetkazish, shuningdek, tarmoqlarda ochiq va mas'uliyatli munosabat shakllantirishning yangi yondashuvlari muhokama qilindi. Seminarda asosiy e'tibor xalq bilan muloqotni raqamli maydonda kuchaytirishga qaratildi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar kengash deputatlari va axborot xizmatlari uchun oddiy xabar e'lon qiladigan joy emas, balki aholi kayfiyati, ehtiyoji va muammosi, shuningdek, uning yechimini ko'rsatib turuvchi muhim manbaga aylangani ta'kidlandi. Tadbirda mutaxassislar har bir qaror, har bir tashabbus jamoatchilikka aniq, ravshan va tushunarli tarzda yetkazilishi kerakligini qayd etdi. Axborotni chiroyli vizual, qisqa matn va ishonchli faktlar bilan berish bugungi kun talabi ekani aytildi. Chunki odamlar uzun gapdan ko'ra mazmunli xulosani, yechimni va holat yuzasidan mas'ullarning pozitsiyasini ko'rishni istaydi. Seminarda shuningdek, tarmoqlardagi fuqarolar fikriga beparvo bo'lmaslik, har bir izoh va murojaat ostida real inson turganini unutmaslik kerakligi ta'kidlandi. Murojaatlarni jamoatchilik oldida ko'rib chiqish, natijasini e'lon qilish va ijro uchun mas'ullarni belgilab borish aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Mutaxassislar ishtirokchilarga axborotni tezkor tayyorlash, vaziyatga xolis baho berish, noaniq ma'lumotni tasdiqsiz tarqatmaslik va har bir xabar ortida xizmat madaniyati bo'lishi kerakligini uqtirdilar. Tarmoqlarda faollik bu shunchaki layk yig'ish emas, balki aholi bilan bir bo'lib ishlash ekani ta'kidlandi. Yakunda seminar ishtirokchilari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatni yaxshilash bo'yicha bir qator amaliy takliflar ilgari surildi. Jumladan, murojaatlar bilan ishlashni avtomatlashtirish, kontent sifatiga e'tibor qaratish, muammolar bo'yicha tezkor axborot berish va kengash qarorlarini xalqqa sodda tilda yetkazib borish vazifalari belgilab olindi.